电视机前的观众朋友们，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第5季《PayVideo丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德，这里是我们的总决赛现场。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, ushbu damlarda dehqonlarda bo'layotgani riyosatchi Nijat Vali Yaqub sizlar uchun xizmati bo'layotgan. Ürümçi radyo televiziya stansı bilan Şinjan Buğra Madaniyat tağıtı şerikti birlikte uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 5-qarar PayVideo Ipak yo'li sadosining hal qilg'uch musobaqa maydoni. Albatta ekran oldidagi barliq ko'rmanlarimizning betoqatlik ilikida bizning 5-qarar PayVideo Ipak yo'li sadosi programmamizda zodi kimning chempion bo'lganligi qiziqayotganligiga cheksiz ishidimiz. Bizmi ham eng adil bo'lgan musobaqa shakli orqali mana shu maydonimizda o'zimizning chempionimizni tanlab chiqmoqchimiz. Programmamizning oldingi sonlariga o'xshash biz bugungi programmamizga izchil turda yetakchilik qilayotgan yetakchi ustozlarimizni, bosh ustozlarni alohida taklif qilib olgandan sirt bugungi musobaqamizning adil bo'lishi uchun 41 nafar baholuvchimizni alohida taklif etdik. Oldi bilan bizning bugungi bosh ustozimiz shundaqla yetakchi ustozlar bilan tanishib chiqamiz. Davlatlik 1-darajalik artist, dаңlıq naqshchi Ipak yo'li sadosi programmasining bosh ustozi Abdulla Abdurim afandim gapsiz qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitor, ataqliq naqshchi, Şinjan moda musiqa jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi, ixtisos egasi, mutaxassis Ablat Abdukim afandim gapsiz xursand bo'ldik. Şinjan san'at sho'yanining naqshi o'qituvchisi, lektor Ayshugul Muhammad xonim gapsiz Ayshugul muallim. Zamonaviy musiqichiligimizdagi yangi yo'l ochquchi, yosh kompozitor, naqshchi, Mevlana ansamblining qurg'uvchisi Mevlan Mamtimin afandim gapsiz qarshi olamiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim gapsiz. Xo'sh, undan boshqa biz bugungi hal qilg'uch musobaqamizning nihoyatda adil va tartiblik ilib berilishi uchun 41 nafar alohida baholuvchi, ya'ni bilet tashlag'uvchini naq maydonimizga taklif etib oldik. Hurmat ilkida ana shu suyumliklarimiz bilan tanishib chiqmoqchimiz. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik partkom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi Şinjan Xo afandim qarshi olamiz. Gapsiz. Ataqliq shoir, adabiy tarjimon, professor, Şinjan san'at sho'yanining sobiq mudiri Imin Ahmadi afandim gapsiz qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitor, san'at tadqiqotchisi Yasin Muqbil afandim gapsiz qarshi olamiz. Şinjan moda musiqa ilmiy jamiyatining faxriy raisi, Şinjan san'at yurti kino televiziya bo'limining mudiri, davlatlik 1-darajalik musiqat Anvar Samat afandim gapsiz qarshi olamiz. 著名男中低音歌唱家、国家一级演员刘志英老师，欢迎您的到来，欢迎。Memleketlik siyasi kengash a'zosi, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik san'at yurti opera umikining davlatlik 1-darajalik artisti Yuksak Shijoat afandim gapsiz qarshi olamiz. Şinjan muqam ansamblining davlatlik 1-darajalik artisti, naqsh kasbi bo'yicha magistr aspirant, ataqliq naqshchi Muhammad Tursun Barat afandim gapsiz qarshi olamiz. Ataqliq naqshchi 4-qarar Ipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Tosh Muhammad Batur afandim qarshi olamiz gapsiz. Alqishliq yosh naqshchi Gulgina Mullamat qarshi olamiz. Xush ovoz yosh naqshchi Asigul Aziz qarshi olamiz. Şinjan PayVideo sodichaklik sheriktining lideri, bizning ataqliq aktyorimiz Parizat G'eni qizg'in qarshi olamiz gapsiz. Şinjan Belikyar elektron fan texnika chaklik sherikti izlash kino abditali universal san'at bo'limining mas'uli Shernay Rozi gapsiz qarshi olamiz. Şinjan Yaşın tibbiy dorigarlik chaklik sheriktining lideri Yasin Ubul gapsiz Yasin afandim. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi lideri Tursun Niyaz afandim gapsiz qarshi olamiz. Şinjan Yangnur biofan texnika chaklik sheriktining lideri Ahmadjon Mamtimin afandim gapsiz qarshi olamiz. Shanxay Go'har guruhi tarmog'idagi Şinjan Oltin Go'har xalqaro savdo chaklik sheriktining bosh direktori Madina Kamal xonim qarshi olamiz gapsiz. 蒙古族歌手吴卡卡，欢迎您的到来。Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sheriktining bosh direktori Anvar Yusuf afandim gapsiz qarshi olamiz. Xush ovoz yosh naqshchi Ro'shangul Abdurahmon qarshi olamiz gapsiz. Olqishliq yosh naqshchi Shafaat Osman gapsiz qarshi olamiz. Xush ovoz yosh naqshchi Qurbon Do'lan qarshi olamiz. Yosh ijodiyatchi, shunaqla xush ovoz naqshchi Jalol Anvar qarshi olamiz. Yosh ijodiyatchi olqishliq naqshchimiz Farhod G'eni qizg'in qarshi olamiz.
Yaş icadiyetçi, kuş avaz nakşçı Turgun İslam karşılığımız. 新疆艺术剧院歌舞团青年歌唱演员高昂，欢迎您到来，欢迎。Yaş nakşçı, birinci karar İpek Yılı Sadası'nın çempiyonu Yusufcan Mecit, şükepsiz karşılığımız. Yaş nakşçı, üçüncü karar İpek Yılı Sadası'nın çempiyonu Zulfikar Mehmet karşılığımız. Yaş nakşçı, dördüncü karar İpek Yılı Sadası'nın çempiyonu Abdülgeni Yasin, şükepsiz karşılığımız. Coşkun yaş nakşçı Dilyar Vahap karşılığımız. Bizden yaxşı icadiyetçimiz yaş nakşçı Abdüali Tohti şükepsiz karşılığımız. Yaş icadiyetçi kuş avaz nakşçı Ucumet Kurban kızgın karşılığımız. Alkışlık nakşçımız yaxşı icadiyetçimiz İlham Muhammed karşılığımız. Yaş icadiyetçi alkışlık yaş nakşçı Kerem Abbas karşılığımız. Bizden suyumli halık nakşçımız Rozi Azizi kızgın karşılığımız. Kuş avaz yaş nakşçı, yaxşı icadiyetçi Askar Muhtar karşılığımız. Yaş icadiyetçi, alkışlık yaş nakşçı Abdüsemi Erkin karşılığımız. Alkışlık halık nakşçısı Erkin Kerem karşılığımız. Alkışlık yaxşı icadiyetçi, kuş avaz nakşçı Bilal Enver karşılığımız. Şükepsiz. Alkışlık yaş nakşçı Ahmetcan Mahmut şükepsiz karşılığımız. Kuş avaz yaş nakşçı Yar Muhammed Mehmet kızgın karşılığımız. Bunun başka bizden bugün müsabiqimizden adil ilip verilişi için Şinjan Uyghur Abdunum Rayoni Ürümçi şehri Fanu Hükümet Guvalık ornidan Aynur Tursun Hanım bilen Dildar Erken Hanım alaydı kadar taşırıp kıldı. Japa tatıdığan boldular, harım gaysılar, rahmet sizlerge. 5. karar Pavidio İpek Yılı Sadası programısının hal qılğış müsabiqəsidir. Bizden 8 nəfər mayırımız özlərinin zor tayarlıq görген yıqımlıq naqşlarını bu sahnede bizge namayan qılğanın sırt. Manımız şu sahnimizge yana bizden suyumlik sanatkarlarımız hem aldığın qısallarda katlı nəticə erişken mayırlarımız mı? Barlıq dostlarımızga ametlep özlərinin yıqımlıq naqşlardan soğuğu yasap huzurumuzga yetip kepti. Şula qatardan tunç karar İpek Yılı Sadası programısında çempion bolğan bizden Süyümlük nakşçımız, hoş avaz kuyucumuz Yusufcan Mecitni sahnimizge yıqımlıq kuylar bilan taklif etimiz. Qani beraber. Can Leyli, barlıkın üzüm Leyli, yigane gülüm Leyli. Bulay men vapadari. Közlerin sözler mana yüreğinin sirini. Sen turup kandak süyey gülüm başka birisini. Közlerin sözler mana yüreğinin sirini. Sen turup kandak süyey gülüm başka birisini. Can Leyli, barlıkım üzüm Leyli, yigane gülüm Leyli, bulay men vapadarin. Can Leyli, barlıkım üzüm Leyli, yigane gülüm Leyli, bulay men vapadarin. Seni aşkın kıldın beni. Bu muhabbet bağlısın ikimizin riştini. Kalladın ben bir seni aşkın kıldın beni. Bu muhabbet bağlısın ikimizin riştini. Can Leyli, barlıkım üzüm Leyli, yigane gülüm Leyli, bulay men vapadarin. Can Leyli, barlıkım üzüm Leyli, yigane gülüm Leyli, bulay men vapadarin.
faqat baxtli turman abad Ayrıyalmaz hiç kişi Söygümüzün mehrini Can Leyli Barlıkım üzüm Leyli Yigane gülüm Leyli Bulay men vafadarin Can Leyli Barlıkım üzüm Leyli Yigane gülüm Leyli Bulay men vafadarin Nakşam sahnede öz çulasını tapıdı. Güzellikim peri diyor yürüşlük kırım buyumları bilen çulasını tapıdı. Peri diyor. Tabiiylik ve saflıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Kenundaqda növbətdə müsabiqə qilish oldida turgan 5 nafar mayirimizni o'zlarining oldingi bosqichdagi erishgan natijasi bo'yicha rad tartibi bo'yicha mana shu sahnada mahorat ko'rsatishga taklif etamiz. Sahnamizning o'ng so'l tarafidan o'rin olgan 20 dan jami 40 nafar bilet tashlag'uvchimiz ham shundoqla programma gruppasidagi bir bilet qo'shilib 41 bilet yana davomli o'zlari yoqtirgan mayirlarga bugungi sahnadagi ifodasiga asosan to'g'ri belgisi qo'yish orqali ana shu mayirlarning orasidagi 3 nafar mayirni tanlab chiqdi. Qanundaqda barliq do'stlarimizning texmi sezgurlik bilan, texmi zo'r mas'uliyatchilik bilan navbatda sahnamizda mahorat ko'rsatish oldida turgan mayirlarga omad tilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Mayirlarimiz sahnamizga marhamat.那是从雪上采下的红，没有人不爱你的色彩。一张剪下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。你明亮眼睛牵引着我。让我守在梦想眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情吹响号角。五星红旗，你是我的骄傲。五星红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生命更重要。红旗飘呀飘，红旗飘呀飘，腾空的翅翼像白云越飞越高。红旗飘呀飘，红旗飘呀飘，年轻的心不会衰老。牵引着我，让我守在梦想眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情吹响号角。五星红
骄傲。五星红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生命更重要。五星红旗，你是我的骄傲。五星红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生命更重要。五星红旗，你是我的骄傲。五星红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生命更重要。你的名字比我生命更重要。Şinjan Alqana tayyorlashi Mayırlarga omad tilaydi. Tabiiylik va saflikni asos qilib ishlangan huzur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz suzuk filmlar mujassamlangan izlash abditali alohida talab qilgan. Rayonimiz havasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'o'lliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashgan. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tortiq yurishlik qo'lolari alohida qo'llagan. Bu programmamizga sarton algatish pasti qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangnur Biopan texnika cheklanish shirkati yaqindan yordam bergan. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz suzuk filmlar mujassamlangan izlash abditali Mayırlarga omad tilaydi.繁荣富强到永远。你是太阳，阳光照耀天上，
心间。啊，是你带给我们新时代，太阳下的风景，最美最鲜丽，是你为各族人民谋幸福，指引我们走向复兴，拥抱那繁荣富强，繁荣富强到永远，繁荣富强到永Aldaki filmlar ilansız, süzük, yenilişsiz. Vakalatçı bulup takıtıp kırım kılalaysiz. İzleş tercümanı devlet ortak dili yazığı ügünüşteki en önümlü detal. 200 mingdan artık sözlük ambar seplengen. Akli iktidarlık. İzleş kirgizgüç, kolaylık ve kök iktidarlık. Tercüme iktidarı ve çolpanlarının çıray ifadesi koşulgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan, davlatning yeshil yemeklik ijozatnomasiga erishgan, har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet, taşkın derdi sağlamlıkım g'amida. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Men Arzigul Xandan 30 yillik san'at hayotimda yuzlagan baxshilarim minglagan yuraklarda po'rakladi. Ammo men xoslig'im va birli o'zim uchun birli mahsulotni tanladim. Sartan qizil alga ayollar tish pastasiga Sayram gulning qizil algasi ishlatilgan bo'lib, tishni chingitish, oqartish, tish milkini qo'g'dash, tish paqiraqligini asliga keltirish xususiyatiga ega. Ayollarning xos buyumi Sartan qizil alga ayollar tish pastasi. Dehqon o sehi tabiat qo'yindan hosil yiquvchilardir. Dehqon kang'ir ketgan etiz qirlarida pijg'irim issiqning taptida kuyib, chekisdan oqqan tarlar bilan hayot bo'stonligimizni sug'arg'uvchilardir. Dehqon so'yimlik, dehqon jafokash, mehnatkash dehqonlarimizning ajri bo'ston o'g'utlari bilan hosil bergusi. Sartan alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekrandaki aziz görmeler 5. karar Pevvideo İpek Gölü Sadası'nın hal qilg'ish musobaqasi keskin holatda davom etmoqda.
Әмді барлық достарның арам минутларға құшылық бегішлаш үшін ikkinchi qarar İpek Yolu Sadası programısının çempioni, sahniga yarashgan alqışlıq yaş naqshimiz Kamil Jillil efendimni bizga bir naqsh hadiya qilishga taklif etamiz. Qani, hurmatlar bilan sahnamizga baraman. Hayatın küdün ve çunkuru Kudret birer ümitnin nuri Kudret birer ümitnin nuri Her semtigen ana huzuri Bulgaç anam balam nim kuli Perzent digen ata gururi Ey Bulgaç anam balamның kuli Bulgaç anam balamның kuli Liven yar işkıda sata çalsa Şinjan Elqanat xabarlashi Mayırlağa Ahmet tilaydi. Qandarak ahvoling? Yaxshi. Amma lekin chochlaring bek payzjuma. Bir maxfiyatlik vaqti bugun deb biraytay-a. Paridioniki ma chash yuz yo'qligi mana. Haqiqatan. Nochima 2 soat kelsan birni. Rahmat. Ishni ishlasam chashlaring menikidek son bo'lib ketdi. Rahmat. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati Mayırlağa omad tilaydi. Se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Saprò, ma piano meglio nel caro dissimulando scoprir potrò l'arte scamando, l'arte adapprando di comacento, della scusando tutte le macchine rovincerò l'arte schermando, l'arte adapprando di comacento, della scasando tutte le macchine rovincerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovincerò. Se vuol ballare, signor
signor Contino, se vuol ballare signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Şinjan Elkan'a xabarlashi mayırlarga omad tilaydi. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi Hüsnü güzel bolsumu Mende ayğa hiçbir heves
kelmez sözlerimni tulunayga hüsni güzel bolsumu mende ayga hiçbir heves yok mende ayga hiçbir heves yok. Şinjan el qanat xabarlashi Mayırlağa omadlaydi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishlamoqda. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga mi tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga mo shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Halqish bizni texmi yaqinlashtirdi. Har bir olgan nafaslarim, besimlarimni yeniklatdi. Uning hidi nafaslarimni xushbaroq qilib, ishonchimni oshirdi. Sen bilan har uchrashganimda hidlaringdan masxush bo'laman. Seg'inganimda halqishdan yedangni turayman. Halqish xushbaroq seg'izdiri mening tanlashim. Halqish. Xinjiang Halqish xalqaro savdo chekish shirkati. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundep, tizlikte qaytib, qeni işin mihna Allah desem, kola bulam şundaq bula, dep bulab həşək uçkende. Yığızda açsınız da mükafat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algı çiş pastasını bilemsiz. Sertan çiş pastası Sayram Gölü'dün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı çiş pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dukkan obeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiniz shu huzur. Kunda bir tal yeysangiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan No Beijing. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishligi. Pavidio. Aptapdan saqlash, namlik saqlash, nuqson yepish, teri ozuqlash önümiga ega bo'lgan Paridio o'z tangshish oqartishmi, teringiz qaysi rangda bo'lsin, bir yurishi bilan teri rangining ehtiyojiga asosan azoda tangshiyalaysiz. Rang tanlash hajatsiz. 24 soat eqib ketishning oldini oldi.
Sizning eng yaxshi tanlashingiz Paridio. Azimat dаңlıq maşınlar remotxanası amraq maşınınızın pərvişçisi. Maşını remont qilish, asrash, zapchas almashtirish qatorliq turlarda oliy darajalik maşınlarga mulozimat qilamiz. Ilg'or uskuna qobil ustamlar amraq mashiningizni sistemalik tekshirish va remont mulozimati bilan ta'min etadi. Azimat dаңlıq maşınlar remotxanası.街头，突然袭来了一阵寒流，遥远的温柔，戒不了情愁，是否再随波逐流？夜深人静的时候，我就潜伏在你的伤口，梦是轻轻就向天外飞走，最后都化作乌有。一个人怎么就像奔跑的犀牛，不到最后不罢休。爱若需要厮守，恨更需要自由，爱与恨纠缠不休。我拿什么拯救？当爱覆水难收，谁能把谁保有心原味？谁等待？我拿什么拯救？岂能解雪分空？谁能把谁保佑？能让爱永不消？伤口，梦是轻轻就向天外飞走，最后都化作乌有。一个人怎么就像奔跑的犀牛，不到最后不罢休。爱若需要厮守，恨更需要自由，爱与恨纠缠不休。我拿什么拯救？当爱覆水难收，谁能把谁保有心原味？谁等待？
Şinjan El Kanat haberleşi Mahirlarga ahmet tilaydi. Yaxshimi ustoz? Qanday ahvoling, yaxshidingmi? Siz bu Sertan Alga chipasiz obraz aka bo'lib ekansiz. Qandayroq ekan bu chipasiz? Ras yaxshi qara. Qanday yaxshi desang, hozirgacha sen ishlatib baqqan chipaslarning hech qaysi o'xshamaydi mana bu. Ishonmasang bir ishlatib baqsan. Bo'ldi. Sertan Alga chipasisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur Biopan Texnika cheklik shirkati Mahirlarga omad tilaydi. Xo'sh, undaqda bizning navbatda mahirlarimiz o'zlarining naqshlarini o'rlab bo'ldi. Qani undaqda bilet tashlashga qatnashgan aziz mehmonlar qo'ldiringlardiki, numur qo'ygan taxtini bizning xizmatchi xodimlarimizga topshirib bergan bo'lsanglar, marhamat. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi bilet tashlashga taklif etgan hurmatli mehmonlar, shunaqla yetakchi ustozlar. Hukumat bu vaqt o'rnidagi xizmatchi xodimlarning nazorati ostida 5 dan 3 ni tanlash bosqichimiz muvaffaqiyatli tamomlandi. Navbat xizmatchi xodimlarni navbatgi natijani elib chiqishga taklif etamiz. Marhamat. Xo'sh, undaqda navbatgi minutlarda yuqoridan tövenge erişken numur bo'yicha mahirlarning ismini e'lon qilib o'tmoqchiman. Erişken bilet soni yuqoridan tövenge tartib bo'yicha G'ayrat G'olib 30 biletga erishdi. Muborak bo'lsin. Elzat Husan 26 biletga erishdi. Muborak bo'lsin. Daniyar Abduvali 25 biletga erishdi. Muborak bo'lsin. Mirzahmat Yarmahmat 22 biletga erishdi. Muborak bo'lsin. Ahad Naham 20 biletga erishdi. Muborak bo'lsin. Navbatda 5 kishilik mahir qatoriga kirgan, ya'ni 5-chi bo'lgan do'stimiz Ahad Nahamni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Beşinci derecelik mukofotga erishgan mahirimizga davlatlik 1. darajalik naqshchi Liu Jiying muallim bilan Şinjan Yangi Nur Biopan Texnika cheklik shirkatining bosh direktori Ahmetcan Mamtimin efendimni birlikda ko'ngil sovg'alarini mukofotnomasini taqdim berish taklif etamiz. Marhamat. Muborak olsun. Biz 5. dereceye erişken mahirimizden hem bunun kenglik kasbi hayatının texnik to'g'ri bo'lishini shirik yo'limizdan umid qilamiz. Muborak olsun. Salam, Radio 5. karar İpek Yılı Sadası programımızda katışıp atkan muhterem ustazlar, yetekçi ustazlar, şunakla bizdenki biz sahnimizde uç çıkarıp halkımızın kalbiden çunkur orun edip atkan Nakşa mahirleri. Şunakla ekran aldığındaki barlık körülmelerine Şinjan'ın Yangi Nur Biopan Texnika şirketinin müdürü Ahmetcan Mamtimin efendimden otluk salam. Ben bu sahnede, bu fırsatta nihayet hayacan işi turutun ha. Veya katlaşkan mahirler bir-birden usta. Hiç kandak bir perksiz aletlilikte buluyordu. Sizlerge davamlık utuklayman. Şundakla biz bu İpek Yılı Sadası programımızdaki arkalık bizim şirketimizdeki en yaxşı bo'lgan 13 yıllık patentlik mahsulot yani bizdeki keşfiyat mevimiz bo'lgan Sertan soğuk su algı içimligi bilan Sertan soğuk su algı chipasi shunaqla soğuk su qizil algı chipasi biz xalqimizga sunduq nurg'unlagan bizdeki qo'lg'izlarniki yaxshi bahosiga shundaqla bularni e'tirof qilishga erishdik. Biz bundan intayin xo'shal. Bizning İpek Yılı Sadası programımızı bundan keyin davomliq yangi qismlar bilan bo'lsa sog'lom holatda xalqning qalbiga yangi sunilgan bo'lsa, men bunga tashakkur etaman. Rahmat. Albatta biz ham Yangi Nur Biopan Texnika cheklik shirkati bilan programmamizning hamkorligining texnik uzoqqa davomlashishini, ishlaringizning texnik muvaffaqiyatli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizga. 接下来有请刘金英老师讲2句。非常高兴，我们的选手获奖了。
就跟我想起我年轻的时候一样，我们也站到舞台上，有时让老师们给我们颁奖，非常的祝贺，希望在今后的这个音乐的道路上，继续努力。感谢，谢谢。Xo'sh, navbatda 4-chi darajalik mukofotimizda taqdim berishga Xinjiang Moda Musiqa ilmiy jamiyatining faxriy raisi, Xinjiang san'at yurti kino televiziya bo'limining mudiri, davlatlik 1-darajalik muzikant Anvar Samat afandim ham shundaqla Beijing tashqi xalqaro pay kontrol guruhining lideri Tursun Niyaz afandimni taklif etamiz. Sahnimizga marhamat. Shundaqla 4-chi darajalik mukofotga erishgan mayirimiz sahnimizga marhamat. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok sigarası, Muşavazlar seylası. Mana shu 60 ming yuan qimmatidagi avtomobilni haydab safarlaringizdan texmi dog'dan bo'lib ketishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Xonadaqda oldi bilan Beijing tashqi xalqaro pay kontrol guruhining lideri Tursun Niyaz afandimni so'z qilish taklif etamiz. Marhamat. Salom, naq maydonimizga barliq muhtaram ustozlar, tuqqanlar va televizor oldidagi barliq tomoshabinlar. Men tashqi guruhidagi barliq ishchi xizmatchilar nomidan sizlarga cho'nqur salomimni va ehtiromimni bildiraman. Oldi bilan Ipak yo'li sadasi programmamizda nurg'ulg'an riyozatlarni chekib 4-chi darajalik mukofotga erishishni chin dilimdan qutlayman. Davlatning qo'llash siyosatlari bilan 2002 yılı 5. ayının 5. günü Taşqın markası barlıq kelgan. Dal bu yıl 5. ayının 5 20 yıl bo'lgan bo'ladi. Albatta karxanchilik yo'liga mangani 12 yil vaqt bo'ldi. Shu jarayonda endi biz xalqimizga mayli sog'lomlik sohasi bo'lsin, kasbiy setish sohasi bo'lsin, texnik sohasi bo'lsin va karxanchilikga qilingan mulozimat bo'lsin va yoki ichimlik sohasi bo'lsin, biz 9 sohada xalqimiz uchun xizmat qilib kelyapmiz. Albatta shu jarayonda biz İpek Yolu Sadası programımızı başlanğanda tatip hazırlıklargacha izchil hamkorlashib kelyapmiz. Ham bundan keyin hamkorlashimiz. Albatta shu jarayonda biz ishlab chiqargan barliq tovarlarning xalqimiz qalbidan o'rin olishiga va biz ishlab chiqargan yaxshi mahsulotlarning xalqqa tunilishida dal ko'rik rolni o'ynab kelayotgan İpek Yolu Sadası programımızdagi har bir xizmatdoshlarga, shundaqla bizni qo'llab kelayotgan barliq iste'molchilarga shu munosabat bilan chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Hürmetli ustazlar, hürmetli tomoshabinlar. Bugün bu program qatnashib intan xursand bo'ldim. Endi bu musobaqa qildigan cho'qim darajaga araydigan ish. Hergiz men 4-chi ulab qoldim, men 5-chi ulab qoldim deb maysanmanglar. Buningcha xalqlarimiz o'xshamaydigan baho berish mumkin, ammo buningdan texim bek tirishib, endi bu program bo'lgandan keyin musobaqa bo'lgandan keyin cho'qim natijaga arish kerak. Men 4-chi yo'lab qoldim demay, texinbek yaxshirishib, yaxshi natijaga erishishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Xursand bo'ldik. Xo'sh, ko'rman do'stlar, 5-chi qaror Pavideo İpek Yo'li sadasining hal qilg'ish musobaqasi ajoyib keskin holatda davom etyapti. Navbatda bizning 3 nafar mayirimiz hamda birlikda 1-chi, 2-chi va 3-chi darajalik mukofotlarni talashadi. Biz navbatdagi musobaqamizdan texmi adil bo'lishi uchun yuqoridagi bosqichda 1-chi darajalik, ya'ni eng yuqori nomer bilan natijaga erishgan mayirimiz G'ayrat afandimni oltin o'rinda aram ilishga taklif qilish bilan birga 2-chi va 3-chi bo'lgan mayirlarimizni navbatda o'z mahoratini mana shu sahnada namoyon qilish taklif etamiz. 现在你们手上有2位选手的名字，根据你们的认可来给我们的2位选手打勾就好，其中给1位打勾，arasından birisiga ham to'g'ri belgisi tanlasanglar bo'ladi. Agarda tushunishga bo'lgan bo'lsa, oldingi bosqichda 2-chi va 3-chi darajaga erishgan mayirlarimizni musha sahnada bayga tushishga taklif etamiz. Qani, marhamat. Xinjiang xalqidan xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Seni deb kim oxlamaydı, Taң atqıcha munsıraydı, Ben xiyalning qo'ynida yana Boshqalarga o'xshamaysan, boshqachalar to'yilasan, Sezolmayman g'oyida yana
Sen bu meni oylamsan Düşlerimde var umen Yoki parvoying yo'q qilchilikgina Mayli so'rama faqat Mayli holima abad Mayli seni mangu mangu so'yman Armanim çok Yarın bulsan yanımda Uvalım yok Gazan bulsan şahımda Armanım yok Benim senden başka ilticacım yok Qaraydigan ko'zim barmu Xiyolimda faqat birlasan Ishonma ko'nglim senda Seni tunji ko'rganimda Sevgi o'ti ulg'aydi yurakimda Sen bu meni o'ylamsan Tushlaringda bormu men Yoki parvoying yo'q qilchilikgina Mayli so'rama faqat Mayli holima abad Mayli seni mangu mangu so'yman Armanim çok Yarın bulsan yanımda Uvalım yok Gazan bulsan şahımda Armanım yok Benim senden başka ilticacım yok Armanım çok Yarın bulsan yanımda Uvalım yok Gazan bulsan şahımda Amalım çok Benim senden başka ilticacım çok Armanım çok Yanım bulsan yanımda Uvalım yok Gazan bulsan şahımda Amalım çok Benim senden başka ilticacım çok Armanım Şinjan halkından haberleşi Mayırlağa Ahmet Lego. Adaş yaxşımı, yaxşı tudungmu? Bedellerin bek tepipti adaş. Adaş men sanga Toshqin 5 xil donliq ziraat oqsil talqin demesang ep keldim. Bunun oqsil nisbati bek yuqori ekan adaş. Anandaki ishsangmi? Ang nocheri qansiz. Beijing Toshqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan huzur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatning kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo xalqaro savdo shakli shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash abditali alohida talab qilgan.
Rayonimiz havasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi G'ulluq korxona Şinjan Yaşın tibbiy dorigarlik cheklash kerakdi. Programmamiz bilan strategik hamkorlashgan. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tortiq yurishlik qo'lonlari alohida qo'llagan. Bu programmamizga sartan algach pasta qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yangnur biopatexnik cheklash shirkati yaqindan yordam bergan. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, navbatdagi minutlarda 4-qaror Ipak yo'li sadosi programmasida chempionlik hurmatiga erishgan mayirimiz, shundoqla sahnaga yarashgan xush ovoz naqshchimiz Abdug'ani Yasinni barliq ko'rmanlarga, jumladan naq maydondagi mehmonlarimizga bir naqsha aytib berishni taklif etamiz. Marhamat. Ko'ngil bersangiz Allohim voy umma xonim dilga yoqdingiz Elchi ili barayman tilozuk salayman Elchi ili barayman tilozuk salayman Azam tushgan kech ko'zda menga tegamsiz Azam tushgan kech ko'zda menga tegamsiz Atulahınım vay halvahınım Alay desem unumaydı nazıbahınım Atulahınım vay nazıbahınım Alay desem unumaydı halvahınım
Şinjan El Kanat haberleşi Mayırlağa Ahmet Leydo. Pek işim pişti qaramida qiziqarli, yaxshi filmlarni beradigan apdeytallar bormi? İzdeshni tushiraka? Uni qanday tushiramiz? Tushirg'ak izdesh deb bassang bo'ldi. Bo'ladi ekan. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali Mayırlağa omad tilaydi. Ravabim jaranglaydı bala, tarisi altın vay mekir. Tarisi altın vay mekir. Toyimiz kızıp gitti. Kalbimiz yalkın vay mekir. Toyimiz kızıp gitti anar gül bala. Kalbimiz yalkın vay mekir.我不声多响亮巴拉，它是装上了精致的琴弦，它是装上了精致的琴弦。我们的婚礼多热闹。Yalmaz tağdek capa muşaqqat. Riştimizni tosu yalmaz tağdek capa muşaqqat.重重高山不能把我们爱情阻拦，纵然苦难像重重高山不能把我们爱情阻拦。来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来啦啦啦来，来。Şinjan El Kanat haberleşi Mayırlağa Ahmet Leydo. Ada çoğlar öbezdeyli degende yaxşaraq tavsiye qiladigan öbezekçilik şirketleri barmı? Ba. Şu Google xonla bezekçilik şirketiga basanlar buldu. Öynü bek yaxşı bizeydi, layihasi şundaq yaxşı, bahasımı bek muvaffaq, hem süpet kapalıdı ba. Şöyle beringlarçı,
Şu bizim Parido Yepak Yolu Sadasının riyasetçisi Nicat Veli Yakupmu aşı şirketi bizetken. Ha, sındak kende da rahmet de. Dehqon o sehi tabiat qo'yindan hosil yiqotilardir. Dehqon kang'ir ketgan etiz qirlarda pijg'irim issiqning taptida kuyib, chekisdan oqqan tarlar bilan hayot bo'stonligimizni sug'arib o'tilardir. Dehqon so'yimlik, dehqon jafokash, mehnatkash dehqonlarimizning ajri bo'ston o'g'itlar bilan hosil bergisi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Dada apa qaranglar mao sartdan soğuq su olgu içimliki. Soğuq su dedin balam. Soğuq su içmey. Sudiya ayının kızlık çayın içeyle. Soğuq su emas, sartdan soğuq su olgu içimliki. Hay adam, bu bala hallı içimliki demdi nima? Yo'q dada apa, bu Yengınur şirketi ishlab chiqargan soğuq su olgisidan ishlangan ichimlik. Sartan soğuq su algı içimliki Sayram Kölü'nün evrişki elingan Tiyanshan soğuq su algısından işlengen. Sartan soğuq su algı içimliki. Sağlam hayat çıkıyor şimdiki. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet, taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Azimat dаңлıq maşınlar remotxanası amraq maşınınızın pərvişçisi. Maşını remot qilish, asrash, zapchas almashtirish qatorliq turlarda oliy darajalik maşınlarga mulozimat qilamiz. Ilg'or uskuna qobil ustamlar amraq mashiningizni sistemalik tekshirish va remot mulozimati bilan ta'min etadi. Azimat dаңлıq maşınlar remotxanası. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep tizlikte qaytib. Qani işin mihna Allah desem, kola bulam şundak bula. Dep bulab həcək uçkende. Yığızını açsınız da mükafat çıkıdı. Tartık kola. İzdeş aptitaldaki filmla ilansız, süzük, yenilişti. Vakalatçı bulup takıtıp kırım kılalaysız. İzdeş tercümanı devlet ortak dili yazığı ügünüşteki en önümlük detal. 200 mingdan artık sözlük ambar seplengen. Akli iktidarlık. İzdeş kirgizgüç, kolaylık ve kök iktidarlık. Tercüme iktidarı ve çolpallarının çıray ifadesi koşulgan. Xo'sh, undaqda bizning navbatda mayirlarimiz o'zlarining naqshlarini o'rinlab bo'ldi. Qani undaqda bilet tashlashga qatnashgan aziz mehmonlar qo'ldiringlardiki, numur qo'ygan taxtini bizning xizmatchi xodimlarimizga topshirib bergan bo'lsanglar, marhamat. Xo'sh, ko'rman do'stlar, balkim sizlar bizdimi bak bitaqat bo'lib, navbatdagi minutlarda yana qaysi mayirlarimizning natijasining qandoq bo'layotganligi qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. Qani undaqda biz xizmatchi xodimlarni hukumat vaqt o'rnidagi xizmatchilarning nazorati ostida hisoblab chiqqan ma'lumotni bizga topshirib berish taklif etamiz.
İpek yolu sadası, sevginin yok cinası, hoşqa bazla seynası. Numar tərtibi yuqurdan tövən boyunca 27 biletga erişkeni Daniyar Abdüveli, 14 biletga erişkeni Elzat Hüsencan. Növətli səhnimizə 3-cü dərəcəlik mükafotga erişkən mahirimiz Elzat Hüsencan'ı təklif etimiz. Mərhəmət. Oldu bilən 5-ci qarar Paydo İpek Yılı Sadası programısının hal qılğış müsabiqəsində 3-cü dərəcəlik mükafotga erişkən mahirimizni qızğın qutlayımız. Mübarək olsun. Həm şunaqla bunun keyinki kəsbi həyatınızın texmo nüsrətli buluşuğa çin yolumuzdan tiləkdaşlıq bildirimiz. Növət sizə programımızdan cümlədən programımızda qollab-atqan şirkətlərin köngül soğğusunu yetkizib berişkə Dövlətlik 1-ci dərəcəlik kompozitor, sənət tədqiqatçısı Yasin Muqbil əpəndim. Həm şunaqla Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugərlik Çəkiliş şirkətinin lideri Yasin Ubil əpəndimlə təklif etdimiz. Qani, mərhəmət. Jungo boyunca birden-bir badam östürüşkə mas keladigan hem badam östürüş bazısı da qilib ishlagan yeşil yeməglik icazatnamasiga erishgan badam jawhari ichimligi shundaqla Yaşin Koylun tabiiy buloq suyi va Şinjan'da o'stirilgan har xil turdagi meyve çive ve say köktatlarını kambaşa kılıp tabi an'anaviy reseptlar asasida işlengen mahsulotlarimiz orqali biz Şinjan Yaşin Doğru şirkati iste'mol qiluvchilarimizning olqishiga erishdik. Mushu munosabat bilan bizni tushungan, qo'llagan, mahsulotimizni tetib ko'rgan va e'tirof qiluvchilarga chin ko'nglimizdan tashakkurimizni bildiramiz. Biz Şinjan Yaşin Doğru şirkati Yaşin markasidagi haqiqiy tabiiy rang, hormon, tang, puraqtang'uch qatorliqlarni xoli bo'lgan har qaysi yoshdagilar ishga mos keladigan mahsulotlarni davomli ishlab keng kishilarimizga sunamiz. Bundan keyin har qaysi joylarimizda an'anaviy bo'lgan haqiqiy unumga ega reseptlar bo'lsa, biz Şinjan Yaşin Doğru şirkati bilan aloqalashishni qizg'in qarshi olamiz va ularga tashakkur bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Albatta biz bu Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugərlik Çəkiliş şirkətinin İpek Yılı Sadası programmasi bilan bo'lgan hamkorligining abadiy bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan birga sizlarning bu qadimgi musobaqada mayirimizda 80 ming yuanlik avtomobil bilan ta'min etganligingizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Radio İpek Yolu Sadası programmasining 5-ci qarar hal qilg'uch musobaqasida 3-cü dərəcəlik mükafotga erişkən Elzat Hüsen köp tirishchanlik ko'rsatganligini his qildim. İpek Yolu Sadası programmasi 1-ci sondan 5-ci songacha izchil davomlashib, Şinjanda nayt nurg'un yosh naqshchilarni tarbiyalab yetishtirdi. Men bugun Elzatni 3-cü dərəcəlik mükafotga erişganligini tabriklash bilan birga İpek Yolu Sadası programmasining yana davomliq izchillashishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat ustoz, yaxshi tilaklaringiz hamimizga o'rtaq bo'lsin. Yana bir qatim bizning 3-cü darajaga erishgan mayirimizni qizg'in qutlaymiz. İpek Yılı Sadası programı hər vaxt sizni qizg'in qarshi oldi. Qadamlaringiz xayrli bo'lg'ay, muborak bo'lsin. Hamdaqda marhamat. Navbatda oltin o'rinni musobaqani kutib turgan mayirimiz G'ayrat apandim bilan bizning G'ayrat apandim bilan musobaqaga tushishga tayyor bo'lgan suyimli do'stimiz Daniyar apandimni bu sahnada o'zining oxirgi talantini namoyon qilishga taklif etamiz. Qanundaqda kuychilarimiz sahnamizga marhamat.
birga so'qdi yurak qadamlarimiz to'xtab qolmasin aramızda qiydash bo'lsa mayli ayrılışlar bo'lmasin Cevri capa kelsa mayli vazgeçişler bo'lmasin Severliksiz insan yoku mayli yolg'onchilik bo'lmasin Vücudumni sana atay mayli vafasızlık bo'lmasin Yurayli biz to'y qilg'icha o'tayli biz bukchaygicha birlab faqat mana senla kerak Gap so'zlardan parvoying palak Manzilimiz uzun bo'lsin mayli Niyatlarimiz uch ketmasin Aramızda Şinjan halkından haberleşi Mayırlağa Ahmet tilaydi. Malum kiyimni bek yaraştırıp giysiz. Qaysi markadagi kiyimni giysiz? Ben odatda dilkar kiyimlarni kiyman. Bu dilkar kiyimlar hem de xonim qizlar shundoq yarashadi deb o'ylayman. Ham bek sufitimi bek yaxshi. Uning ustiga shunday yarashimliq raqtlarniki sufitimi bek yaxshi bo'lg'achqa men shu dilkar kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Men mush yerga berib ko'rib baqsa bo'ldi ekan. Ko'rib beqing shundoq nurg'un posondir bor.
们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。家里喷着2条龙，是长江与黄河呀，还有珠穆朗玛峰儿是最高山坡。我们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。看那一条长城万里在云中穿梭，看那青藏高原比那天空还辽阔。我们的大中国呀，好大的一个家，经过那个多少那个风吹和雨打。我们的大中国呀，好大的一个家，永远那个我要伴随它。中国祝福你，你永远在我心里。中国祝福你，不用千言和万语。我们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。看那一条长城万里在云中穿梭，看那青藏高原比那天空还辽阔。我们的大中国呀，好大的一个家，经过那个多少那个风吹和雨打。我们的大中国呀，好大的一个家，永远那个我要伴随它。中国祝福你，你永远在我心里。中国祝福你，不用千言和万语。Xo'sh, hurmatli mehmonlar, yuqorida eng oxirgi 2 nafar mayirimiz o'zlarining ajoyib chiroyli naqshlarini bizga namoyon qilib berib bo'ldi. Natijani bilishga oldiryapsizlar, qachon undaq xizmatchi xodimlarimizni bugun bilet tashlashga alayda taklif etgan mehmonlarimiz qo'lidan bilet qog'ozini yig'ib olish taklif etamiz. Qani marhamat.接下来，我们掌声有请青年蒙古族歌手乌卡卡老师给我们演唱一首歌。Körküla tengo
köyün hongır için Tattayağa uçra tutsun Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli yetakchi ustozlar, bosh ustoz, shundaqla hukumat guvohlik o'rniga kelgan xizmatchi xodimlar. Bundan boshqa bugungi musobaqamizdan texmi adil bo'lishi uchun vaqt ichidan vaqt chiqarib programmamizga alohida qadam tashrif qilgan 41 nafar bilet tashlag'uchi aziz mehmon. Sizlarning ishtirok qilishinglar bilan 5-qaror Payvideo Ipak Yo'li Sadosi programmamizning hal qilg'uch musobaqasidagi eng oxirida bayga tushgan 2 nafar mahirimizning natijasi e'lon qilinishi oldida turibdi. Navbatda hukumat guvohlik o'rnidagi xizmatchi xodimlarning nazorati bilan hisoblab chiqilgan natijani xizmatchi xodimlarning sahnaga elib chiqishiga taklif beramiz. Rahmat. Qadrli ko'rman do'stlar, navbatda bizning chempion va 2-darajalikka erishgan mahirimizning ismligi mening qo'limda turibdi. Tabiiylik va sabitni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatning kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo xalqaro sodichaklik shirkati programmamizning tojdorligini olgan. Shundaqla navbatda bizning chempionimizga ko'ngil sovg'asini hadya qilishga tayyor turibdi. Hayajon ilikida bizning bo'g'idimqi, ya'ni 5-qaror Payvideo Ipak Yo'li Sadosi programmamizda chempionlikka erishgan mahirimizning ismini sizlarga aytib o'tmoqchiman. U bo'lsa-mu 22 bilet bilan ustunlikka erishgan mahirimiz G'ayrat Olib. Muborak bo'lsin. 2-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa 19 bilet bilan bizning olqishimizga sazovor bo'lgan 2-darajalik mahirimiz Doniyor Abduvali. Muborak bo'lsin. Navbatda 19 bilet bilan
Bugünkü yani 5. karar Payvideo İpek Yolu Sadası programımızda 2. dereceye erişken mahirimiz Daniyar Abdüveli'ni mukafat buyumlarını tapşırıp ilvilişka sahnimizge hürmet bilen teklif etimiz. Kini sahnimizge merhamet. 2. derecelik mukafatını tarqib berishqa Şinjan Uyghur Abdunum Raylık Tarqım Teşviqat Bölümünün sabık muavin küzetçisi Şinjanxua efendim. Şinjan Bilikyar Elektron Fen Texnika Çekiliş Şirketi İzdaş Kino App Detali Universal Sanat Bölümünün mesulü Şernay Roz Hanım'la teklif etimiz. Sahnimizge merhamet. Şinjan Bilikyar Elektron Fen Texnika Çekiliş Şirketi İzdaş Kino App Detali bizning 2. derecelik mahirimiz Daniyar efendimni 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlabdi. Muborak bo'lsin. Haydab texmi uzoqlarga safar qilishinglarga nisb bo'lsin. Ham shunaqla safarlaringlarning natijali bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Muborak bo'lsin. Shundaqda Şernay xonimning ikki qiz tiligini anglaylik. Salom, hurmatli ustozlar, rahbarlar, naq maydondagi korxonchi do'stlar, shundaqla xalqimiz qalbidan o'rin olgan kuychi do'stlar, shundaqla ekran oldidagi ko'rman do'stlar, oldi bilan shirkatimizdagi barliq ishchi xizmatchilar nomidan hammanglarga oliy ehtirom. Şinjan Bilikyar Elektron Fen Texnika Çekiliş Şirketimiz 2007-yili 5-oyda qurilgan bo'lib, asosliqi yumshoq detal yetishni asos qilgan shirkat. Shirkatimizning bozorga solgan mahsulotlaridan izdash kino supsi, izdash tarjimani, izdash kirgizgich qatorliq mahsulotlarimiz bor. Bunun ichida izdash kino supsi bizning ko'zurliq mahsulotlarimizning biri hisoblanadi. Ya'ni abon soni jihatda 8 milliondan ortiq abonenti bor. Shuningdek, İpek Yol Sadası programımız bolsa, şu kino supimizdagi ko'rilishi oldingi qatorda ketayotgan ko'zur program bo'lib hisoblanadi. Rahmat. Shirkatimiz Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish chaqirig'iga aktiv ovoz qo'shib, xalqimizning ma'naviy ehtiyojini qondirish uchun davomli tirishimiz. Shundaqla İpek Yol Sadası programmasi bilan hamkorligimizning uzunga davomlashishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Bizmi ham Şinjan Bilikyar Elektron Fen Texnika Çekiliş Şirketi bilan programmamizning hamkorlikning uzoqlarga berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Programmamizni qo'llig'inglarga rahmat. Armag'aysizlar, barakatli bo'linglar. Shuni efendim. 首先向达尼亚选手表示衷心的祝贺，同时我也向今天获奖的其他选手和没有获奖的其他选手表示衷心的祝贺。丝绸之路之声第5季比赛从初赛开始一直到决赛，我认为每一位选手表现都非常好，我们用自己的歌声，用自己的心歌唱了我们伟大的祖国，歌唱了我们伟大的党，歌唱了我们伟大的新时代，歌唱了人民的新生活。我们的歌声充满了正能量，充满了现代气息，充满了艺术的芬芳。我希望达尼亚选手，也希望参赛的各位选手能够在今后走得更高，走得更远，走向祖国最大的舞台。感谢，rahmat. Yana bir qitim bizning alayda mukofot ilib chiqqan mehmonlarimizga, jumladan mayirimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Ishlaringlar xayrli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi suyumli mehmonlar. Navbat hayajon ilikida 5. qarar Payvideo İpek Yolu Sadası programımızda chempionlik sharpiga nail bo'lgan suyumli do'stimiz G'ayrat efendimni sahnimizga taklif etamiz. Sahnimizga marhamat. G'ayrat efendimga bugun alayda tayyorlangan ko'ngil sovg'alarimizni yetkazib berishga davlatlik 1. derejelik artist, shunaqla İpek Yolu Sadası'nın baş ustozi Abdullah Abdurim efendim. Hem shunaqla programımızdan tajdarlıqını ağan hürmetlik şirket Şinjan Payvideo Sodicheklik şirketinin qurg'uvchisi, lideri hem hemimiz söygen, yoqtirgan alqishliq aktyorimiz Parizat G'ani xonimni taklif etamiz. Sahnimizga marhamat. Muborak bo'lsin. Yana bir qatam qizg'in qutlaymiz. Mana shuning bilan 5. qarar Payvideo İpek Yolu Sadası programmasining chempioni sahnimizda nail bo'ldi.
Biz bu çempionumuzdan bundan keyingi kasbiy hayotining texmi utuqliq bo'lishini, qadamlarining natijilik bo'lishini, ovozning texmi yangroq bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Navbatda programmamizning tajdorligini olgan ham shundaqla çempiyon mahirimizga 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil hadiya qilgan Şinjan Pavideo Sotichaklik şirkatining qurg'uvchisi Parizat G'ani xonimni mahirga atab 2 kalima yurak so'zni qilishni taklif etamiz. Rahmat. Hürmetli ustozlar, hürmetli naq maydondagi barliq san'atkor, ham bizniki muhtaram ustozlarimiz, ham mushu oq sapda necha oydan beri jafoliq ishlab, untinsiz o'zining bir kishilik to'kpisini qo'shayotgan barliq İpek Yolu Sadasidagi xizmat xodimlari, ham mush ekran oldidagi bizning sevimli ko'rurmanlar, to'rdoshlar, hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Parizatdan sizlarga o'tib salom. Gerçi şu qog'ozda yozilgan to'xtamdanmi hozir mush İpek Yolu, Pavideo İpek Yolu sadasi bizga nurg'ulgan ishlarni oshirib qiladi. Oshirmagan bo'lsa-mu, men hargiz ağzımni içib bizga mani qilib beringlar va yoki uni qilib beringlar demaydim ham, deb baxmadim deb o'ylayman. Chunki men o'zimni bu qitim Pavideo İpek Yolu sadasida bir korxoncha emas, bir san'atkorning o'rnida qo'yib nag'lab soldim xolos. Çünkü mening vujudimdagi mushu san'at 11 yoshimdan boshlab mana hozirgacha to'xtab baxmadi. Men ishimman bugun mush sahnaga chiqqan bo'lsin va yoki tuvanda o'tag'an bo'lsin, har bir moyillarimiz her bir qitim mush naqsh etgan vaqtida hargiz men birinchi bo'lay, ikkinchi bo'lib mashina mukofotiga erishay emas, o'zining ichidagi orzu armonlarini, san'atga bo'lgan muhabbatini mushu sahnada bir aytish uchun chiqdi deb o'ylayman. Məmə həm şundaq. Pavideo İpek Yolu Sadası programmasının həm bunundan keyin texmi çaqnaşı bilan hər bir san'atkorlarning tenning salomat ishlarining texmi o'ngishli bo'lishini tilayman. Rahmat sizlarga. Mübarek olsun. Xonadaqda bu programda baş ustazlıq mərtəbəsiga erişkən söyümlük çolpanımız Abdullah Abdurim efendimning bu qitimqi musobaqa to'g'risidagi hissiyotlarga o'rtaq bo'laylik. Rahmat. Rahmat. Salam ustozlar. Bu üstüdekiler gerçi bizga şagird bo'lsa-mu, mana yosh bolalar hammasi har birisidan men bir narsa o'rgangan. Sizlarga salom aytaman. Qarag'anchilar sizlarga rahmat. Sizlarga mushada turib bir cho'nqir salom qilib olay. Hem 5. karar İpek Yolu Sadası, yani Pavideo İpek Yolu Sadası programımızın bugünkü hal qilg'uchi musobaqasini tugash sahnasida turib, men mushu bizning programmani qo'llab quvvatlab qizg'in ko'rib berayotgan barliq har millat qarindoshlarimizga salom aytaman. Pavideo İpek Yolu Sadası 5. qarorlik yurgizilgan programma bo'ldi. Undan burun biz 4 qarorni saq salomat tugatdik. Her şirketler xuddi mushu Pavideoga o'xshash intayin qizg'inlik bilan bizni qo'llab quvvatlab keldi. Bu jarayonda bir necha turlik yaxshi ishlarni jamiyatda vujudga keltirdi deb aytalayman. Birinchi, jamiyatimizdagi san'at xumar fursatga erishgan va erishamagan nurg'un yoshlarimizga yaxshi fursat, yaxshi sahna hozirlab berdi va ularning ko'ngilda jo'sh urib rivojlanayotgan yoki lovuldab kuyayotgan orzularini amalga oshiradigan kichkina bir sahna hozirlab, shularning orzusini qondiradiganға fursat hozirladi. Bu orqali biz 4 qaror va bugünkisi bilan 5. qarorda nurg'un yoshlarimizni chaqnatdik. Ikkinchidan, asos qatlamdagi, tuvandagi yoki bizning madaniyat sistemasining oldingi sepidagi nurg'un o'rinlarda xizmat qilib, cemiyetimizin kündün künge iş beriyotgan madaniyat turmush ehtiyojini qondirishga bir kishilikdan as qo'shyotdi. Shuning bilan biz bu programmani hozirgi kelgacha sog'lom, ilg'or, bir kundan bir kunga yaxshi elib beryapmiz. Buning uchun korxonchi do'stlarimizga, Pavideo shirkatiga, Parizatga, Nijotga intayin ko'p rahmatlarimizni aytamiz. Rahmat. Ondan sen bugün mushu 5. qaror İpek Yolu Sadasida o'rganguchilarning vakili bo'lib qolding oxirida-chi. Sen hozir bizning 1. darajalik mukofotimizni olding. Endi demakchi bo'lganim qara. Mushu o'rinda cho'lpon bo'lganlar, 1. bo'lganlar, 2, 3, 4 bo'lganlar bo'lmaganlar bor. Men davomli o'quvchilarimizga deyman, darajaga erishish birdan bir shart emas. Bu musobaqa o'g'achqi biz 1-2-ni belgilab qo'yamiz, lekin
tirishchanlik o'zingizdan. Xuddi mush birinchilikka erishguncha qanday tirishgan bo'lsang, manadan keyin ham uning yana bir necha hassa qo'shib tirishmasang, bu o'rinni yo'qotib qo'ysa. Mayli bu g'ayrat bo'lsin, mayli bizning İpek yo'li sadasi qatnashgan 5-qaradagi hamma o'quvchilarga deydiganim, sizlar bilan bizning qalbimiz tutash. Sizlarmi mushu kasbni yaxshi ko'rsizlar. Biz ham yani o'rtaq ilgirlaymiz. Hammanglarga muborak bo'lsin uqularim. Evet minutlarda Şinjan Uyghur Abdunum rayoni Ürümçehri Fano Hükümet Guvahlık orundaki hizmetçi xadimlarni bugünkü programımızdan kanunluk ilip berilganlıqıga hükümet guvahlıqı berişki teklif etimiz. Merhamet. Guvalıq sözü Ürümçi Radyo Televiziya İstansiyası bilan Şinjan Buğra Medeniyet Tarqitish Çekiliş şirketining iltimosiga asosan 2022 yılı 3. ayının 12 günü tushdan keyin hükümet guvalıq orundan hükümet guvatisi Aynur Tursun, Dildar Erkinlar 5. qarar Paridio İpek yolu sadasi hal qilg'ush musobaqasining naq maydon ahvolini nazorat qildik. Shuni isbotlaymizki, yuqorqi musobaqa ahvoli belgilangan musobaqa tartibiga uyg'un musobaqa natijasi sirasi haqiqiy va qonun kuchga ega. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni Ürüm shahar Fano hükümet guvalıq orundan Aynur Tursun, Dildar Erkin 2022 yılı 3. ayının 12 günü. Hükümet guvahlık orundaki hizmetçi xadimlarning bugün baştan ayak programımızga guvah bo'lganiga minnatdorligimizni bildiramiz. Harımgaysizlar kengsan programımızda yana davamlı sizlar bilan hamkorlashishni xohlaymiz. Qadrli mehmonlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Navbatgi minutlarda programımızdan baş ustozi shundaqla davlatlik 1-darajalik artist Abdulla Abdurim apandim. Şinjan Buğra Medeniyet Tarqitish Çeklik şirketining direktori, programımızın film işlevchisi Ahmetcan apandim. Hem shundaqla Şinjan Video Sodichaklik şirketining qurg'uvchisi, alqishliq aktyorimiz Parizat Xeni. Shanxay Go'har guruhi tarmog'idagi Şinjan Oltin Go'har xalqaro sodichaklik şirketining bosh direktori Madina Kamolni sahnimizga taklif etamiz. Bizning 5. qarar Video İpek yo'li sadasi programmamizning yaxshi tilaklar bilan damlangan bir chaynak chini Gül çay o'rnida Abdulla ustozning quli orqali navbatda 6. qarorda sohibxon bo'lish oldida turayotgan Shanxay Go'har guruhi qarmog'idagi Şinjan Oltin Go'har xalqaro sodichaklik şirketining bosh direktori Madina Kamol xonimga o'tkazib bermoqchimiz. Shuning bilan hammanglar betoqatlik ilkida Oltin Go'har nomidagi 6. qarorliq İpek yo'li sadasi programmamizni boshlab olishga betoqatligimizni bildiramiz. Ham mazkur shirkatning programmamizni qo'lga olganiga egilib turib tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xonadonda xizmatchi xodimlarimiz Gulchayni Parizat Xoni xonimga bergan bo'lsangiz. Gulchayning davom etishi bizning san'atimizning davom etishi naqshchilarimizga kangri saynaning texmi ko'plab qilayotganligidan bir xush xabarlarni yetkazdi. Xonadonda Abdulla ustoz Chavaklar bilan Gulchayni Oltin Go'har shirkatiga yetkazib beraylik. Muborak bo'lsin. Salam 5. qarar İpek yo'li sadasining hal qilg'ush naq maydonisiga yetib kelgan baholg'ich ustozlar, ko'rinman do'stlar, ham shundaqla ekran oldidagi ko'rinman do'stlar, mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Shanxay Go'har guruhi qarmog'idagi Şinjan Oltin Go'har xalqaro sodichaklik shirkatining bosh direktori Madina Kamoldan hammanglarga o'tliq salom. Ushbu minutlarda Go'har guruhimizdagi barliq ishchi xizmatchilar ham shundaqla bosh liderimiz Go'har xonimga vakolatan bugungi Gulchayni o'tkazilish oldida turibdiman. Intayin hayajon olib turibman. Shu sababdan oldi bilan bizga mushu isil sahnani yaratib bergan ham shundaqla mushu fursatni bergan Ürümçi Televiziya İstansiyasi ham shundaqla Buğra Medeniyet Tarqitish o'rnidagi barliq rahbarlarga ko'pdan ko'p tashakkurimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Şirketimiz qurilib tamush kamgacha partiya hukumatining isil siyosatlari va shundaqla keng xalq ommasining bizni qo'llab-quvvatlashi ostida 20 yillik tarixni muvaffaqiyatli holda besib o'tib, oxiri Shanxay Go'har guruhini qurib, rasmiy e'lon qildik. İpek yo'li sadasi keng ko'rmanlarning bek yoqtirib ko'radigan isil programmalarning birisi. Hem shundaqla san'atkorlarning o'zining iqtidorini namoyon qiladigan, o'z to'ntadigan isil sahnalarning birisi. Mushundaq isil sahnaning ham shundaqla isil bir kollektivning biz Go'har guruhi bilan qayta hamkorlashib, isil bir mazmunlarni ro'yobga chiqarib, keng xalq ommasiga sundiganligiga cheksiz ishonaman. Oxirida Ürümçi Televiziya İstansiyasi va shundaqla Buğra Medeniyet Tarqitish o'rnidagilar bilan birlikda 6. navbatlik Go'harliklarning
İpek Yolu Sadası programmasının muvaffaqiyatli elib berilishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Ham shuningga cheksiz ishonaman. Ko'pchilik rahmat. Muborak olsun. Rahmat sizlarga. Salam, hörmetli mehmonlar. Kelgen qadaminglarga merhaba. Bir necha yillik japa çatish orqali 5 qarorliq İpek Yolu Sadası programmasini g'alabalik oxirlashtirib, ya'ni g'alabalik holda biz 6 qarorliq İpek Yolu Sadası programmasiga qadamimizni qo'ydik. Bu bizning 5 qarorliq İpek Yolu Sadası programmasini muvaffaqiyatli o'tkazishimizga partiya va hukumatning funksiyalik tarmoqlarining, shundaqla har qaysi korxonachilarningki, ham shundaqla o't chirak bizning san'atkorlarningki bizni qo'llab quvvatlashdan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Shu munosabat bilan men Xinjiang Bug'ra madaniyat tarixchi shirkatimizga va bizning İpek Yolu Sadası programma guruhimizga vakolatan har qaysinglarga rahmatimni bildiraman. Rahmat. Tashviqot bilan marka obrazi bir korxonaning ikki qanoti. Bug'ra madaniyat tarixchi shirkatimiz biz bilan hamkorlashayotgan ham bundan keyin biz bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan korxonaningki marka obrazi va tashviqotni biz cho'qim eng yaxshi, eng sifatli holatda xalqqa bildirishga, shundaqla korxonachilarningki xizmatini obdan qilishga tirishamiz. Rahmat. Mehmonlarga rahmat. 6 qaror Altın Güher İpek Yolu Sadası programmamizningki o'ngishli bo'lishini, shundaqla Altın Güher shirkati bilan bo'lgan hamkorligimizningki o'ngishli bo'lishini ham uzunga davomlashishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Mehmonlarga rahmat. Har yili avar qilyapmiz. Mehmonlarga rahmat. Naq maydondagi hurmatli yetakchi ustozlar, shundaqla bugungi musobaqamiz uchun alayda qadam tashrif qilgan 41 nafar aziz mehmon. Sizlarning ishtirok qilishinglar bilan 5-qaror Pay Video İpek Yolu Sadası programımız bu yerda muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Oxirgi minutlarda biz Toshkent guruhining yetakchi ustozi Ablat Ablikim muallimning parvishi ostida bugun chempionlikka erishgan mayirimiz G'ayrat afandimni yana bir qatim qizg'in qulaymiz. Shundaqla 6-qaror musobaqamizning texmi keskin ilib berilishiga, texmi yaxshi natijalarning mayirlarimizga nisb bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Keyingi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Men riyosatchi Nijat Ali Yaqub, xayr xo'sh. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu Sadası. Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter ileke. Büyük karvan varisi, aman yeter dileke. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çigrası. İpek Yolu Sadası, hoş avazlar seynası.
yeter dilekке. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Gümüş dağlar çok izi, nur kaynadı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter dilekке. Büyük karvan varisi, aman yeter dilekке. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. İpek yolu